15 bob. Bajgirlar va boshqa gunohkor deb qaralganlar hamisha Hazreti Aysoning atrofiga olishib, uning ta'limini anglatdi. Parislar bilan Tavrat ustozlari g'o'dildishib, bu odam nemishqa doim gunohkorlarni qarshi oladi va ular bilan bir dastonda o'tirdi deyishdi. Shunga Hazreti Ayso bu haqda ularga mundaq bir tamsilni so'zlab berdi. Agar ishinglarda bireylarning 100 tuyoq qo'yi bo'lib, uningdan biri yo'qolib ketgan bo'lsa, u qandoq qiladi? U jazman qolgan 99 qo'yni o'tloqqa tashlab, heliqi yo'qolgan qo'yini tepilguncha izlaydi. Tepib olganda intayin xursand bo'lib, qo'yni mursiga ortib, uyga elib keladi. Ondan xo'lim qo'shna, yor birodarlarni chaqirib, ularga yo'qolgan qo'yimni tepib olganimga intayin xushalman, tabriklayli deydi. Mana shuningga o'xshash to'g'ri qilgan bir gunohkor uchun bo'ladigan arishdiki xursandlik, to'g'ri qilishi hojatsiz bo'lgan 99 odil kishi uchun bo'ladigan arishdiki xursandlikdan cho'ng bo'ladi. Shuningga o'xshash, agar bir ayolning 10 dona qimmatli kumush tangisi bo'lib, uningdan birini yo'qotib qo'ysa, qandoq qiladi? U jazman chiroqni yondirib, uyni supurib, toki tangi tepilguncha hamma yana zang qo'yib, oqtirib chiqadi. Navoda tepib olsa, xo'lim qo'shna, yor birodarlarini chaqirib, ularga yo'qotib qo'ygan tangamni tepib olganimga intayin xushalman, tabriklayli deydi. Mana shuningga o'xshash, Xudoning farishtalarimi har bir gunohkorning to'g'ri qilgani uchun intayin xushal bo'ladi. Hazreti Ayso so'zni davomlashtirib mundaq dedi. Bir odamning 2 o'g'li bor ekan. Kichik o'g'li otasiga: "Ota, menga tegishli miroslarni hozirlab bergaysiz" debdi. Otasi mol-mulklarini 2 o'g'liga bo'lib berdi. Bir necha kundan keyin kichik o'g'li o'ziga tekkan mol-mulklarni yig'ishtirib, yiroq bir davlatga berib, u yerda mol dunyosini xolig'inicha buzib chechib, aysh-ishratlik turmush kechiribdi. Uning puli tugab, beshiga kun tushganda, dal u yerdimi eg'ir ocharchilik yuz beribdi. Shunga u qo'saq beqish uchun shu yerlik bir kishiga madkor bo'lishga majbur bo'libdi. U kishi uni o'z qo'rig'ida cho'shqi boqtiribdi. U cho'shqiga berilgan purchoq posti bilan qo'sqini to'ydirmoqchi bo'libdi, lekin unimi hech kim bermabdi. Keyin u ahliga kelib, otamning madkorlarining hammasining yemak ishimiga eshib keshib turibdi. Men bo'lsam, bu yerda ochliqdan o'lamdiman. O'rnimdan turib, otamning oldiga berib, "Ota, men Xudoning oldidimi, sizning oldingizdami gunohkorman. Endi sizning o'g'lingiz bo'lishga loyiq emasman. Meni madkorlikqa qabul qilgaysiz" deyman, deb o'ylabdi. Shuning bilan u otasining oldiga qaytib beribdi. Otasi o'g'lini yiroqdan ko'rib, uningga ichi og'rib, oldiga yugurib chiqib, uni chin quchoqlab, so'yib ketibdi. O'g'li: "Ota, men Xudoning oldidimi, sizning oldingizdami gunohkorman. Endi sizning o'g'lingiz bo'lishga loyiq emasman" debdi. Biroq otasi chakarlarga: "Darhol eng isil tonni akilib, uningga kiydiringlar, qo'lga uzuk selinglar, putlarga oyoq kiydiringlar. Ondan raso bodalgan to'poqni akilib so'yinglar. Uni ziyofat qilib kutib olayli. Chunki o'g'lim o'lib tirildi, yo'qolib tepildi" debdi. Buning bilan hammaylar xushal-xuram yeb ichishib, ko'ngil ichishibdi. Bu chaqda cho'ng o'g'li etizga kelgan ekan. U qaytib kelib etib, uyga yaqin kelganda nag'ma-navo ovozini anglabdi. U chakarlardan birini chaqirib, uningdan nima ish bo'lganligini so'rabdi. Chakar: "Iningiz qaytib keldi. Dadingiz
uning tinch amon qaytib kelganligini ko'rib, bodalgan to'poqni so'ydi, debdi. Biroq cho'ng o'g'li intayin xafa bo'lib, uyga kirishni xohlamabdi. Otasi chiqib uni uyga kirishga undabdi. Lekin u otasiga: "Qarang sizni. Men sizga shuncha yil quldak ishlab keldim. Buyruqlaringizga xiloflik qilmadim. Siz menga nima berdingiz? El og'inlarim bilan biror qitim o'ynab kulishga, biror o'g'loqmi so'yib berganingiz yo'q-ku. Lekin mol mulklaringizni poyishiga buzib chechib, tugitib qaytib kelgan u o'g'lingizga bodalgan to'poqni so'yibsiz", debdi. "Hey o'g'lim, sen doim mening yenimda. Mening borlig'im seninki. Lekin sening ining o'lib tirildi, yo'qolib tepildi. Uni ziyofat qilib kutib olishimizga tegishlik", debdi otasi uningga.